روھىي sağlamlıq nəsihətnaməsi ھاياتلىق və نۇمۇس Avtori يارمۇھەممەد تاھىر تۇغلۇق Məsul müharriri Aygül Mahmud Məsul korrektori Reyhan Nur Nəşr qılğıcı Xalq Səhiyyə Nəşriyyatı 2006 yılı 9 ay 1-ci nəşri Hörmətlik oqurmanlar Kişilik hayatda numus müdafiəsi ən müşaqqatlik və ən uluq müdafiə. Əgər biz numusimizni saqlab qalarısaqla, özümüzге mənsub olğan barlıq qimmatlik narsalarimizni qoğdab qalalaymiz. Mubada numusdan ibarat bu bibaha əngüşlər künpəykün bulub ketsə, qadr qimmatga arzigudek hech nimamiz qalmaydi. Xotiramdan. Kirish so'z. Numus insonlarga ato qilingan eng nozuk ma'naviy go'zallikning jilvigar, latofatlik, suyumli qizi. U insonlarga rahmat qilingan eng katta ne'mat. Shunga insonlar numusga xiyonat qilsa, o'ziga ato qilingan katta ne'matga xiyonat qilgan bo'ladi. Asiylikning turi nihoyat ko'p bo'lsa-mu, numusga xiyonat qilishdan qabih turi yo'q. Numus axloqdan burunqi tuyg'u bo'lganligi bilan azaldan axloqning takammullashishida raislik rolini joriy qilib kelgan. Tunji odamning yuzi numusdan qizargan chaqdala insonga xos man uyg'ongan edi. Shuningdan boshlab numus bilan numussizlik ikki qutbda bir-biri bilan uzilmay kurash qilib keldi. Qandaqla bo'lmasin, azaldan numusdan kishilar poklandi va mukofotlandi. Numussizlikdan bulg'andi va jazolandi. Muhammad alayhissalom mundaq bir katta hikmatdan xabar bergan. Aya numus banda uchun nihoyat ko'p yaxshiliklarni elib keladi. Kimda haya numus bo'ladi ekan, uni go'zallashtirdi. Kimdan numus ko'tarilib ketadi ekan, uni satlashtirdi. Mana shu hikmatning ilhomida numus bilan hayotning munosabati to'g'risida bu kitobni yozib chiqdim. Bu abstraktlik darajasi nihoyat yuqori, nozuk tema bo'lg'achqa meni xilila halsiratdi va tamtiratdi. Yana bir tarafdan maxsus bu temada yozilgan foydalanish qimmati bor biror parcha maqolalarni uchrata olmadim. Bu hol bir tarafdan meni hayron qildi, yana bir tarafdan agar bu asrim axloq babida maxsus numus haqida yozilgan tunji asar bo'lib qolsa, bu mening insoniyatning axloqi haqidagi izdinish sahifasiga qo'shilgan bir tuhfam bo'lib qolg'usi deb texim ruhlandim. Acaba numus axloqshunoslikning, tilshunoslikning va insonshunoslikning muhim mazmuni bo'lish sifati bilan bu temaga murojaat qilinmasligimi shubhilikdir deb o'yladim. Qandaqla bo'lmasin, mening bu tema uchun tavratgan qalamimning qimmati hargizmi zoya ketmaydi. Asrim o'qimishliq numuschan o'qirmanlarning yurak sadosini aks ettirishda belgilik rol o'ynaydi deb o'ylayman. Yana bir nuqtadan jamiyatda yo'qotib qo'ygan va yo'qolishga yuz tutayotgan qimmatlik angushlari numusni tepib olishiga jin chiroq bo'lib bersa, amgi kim zoya ketmagan bo'ladi degan umiddaman. Men bu asrimni tabiati yorilishdan esil, ruhi pok, numuschan kishilarga aynak bo'lsin. Poklik odatlangan ruh bu xushpuroqdan texmi hayotiy kuchga to'lsin deb yozdim. Agah bo'lsinki, asrim tabiati buzuq, napok, numusi o'lgan kishilarga reaksiya beradi. Jiniga tegib bearam qiladi. Xuddi badbo'y puroq odatlangan dimoqqa xushpuroq reaksiya qilib nafsini boqqandek. Birinchi bob. Insoniyat jamiyati numusga muhtoj. Numus deb jar salasan. Numus qil deb tavsiya qilasan. Numusning nimaligini bilamsan? Xotiramdan. Numus insonlarga xos bo'lgan uyulush, xijil bo'lish еңі. İnsanlardan başqa məxluqlarda numus еңі bo'lmaydi. Şuna numusni inson tabiatini tashkil qilgan mohiyatlik belgilarining biri deymiz. İnsanlar necha ming yillik madaniyat tarixida o'zlariga xos bo'lgan nurg'unlagan rangarang urf-odat, qoida-yo'sin va axloq mezonlarini barliqqa keltirdi. Jamiyatdagi har bir odam shu qoida-yo'sin, urf-odat va axloq mezonlari ichida yashaydi. Jamiyat har bir shaxsga shu umumiy qoida prinsiplarga asosan o'ziga tartib berib, еңіні, qimmat qarshini, yashash maqsadini shu ijtimoiy formaga uyg'unlashtirishni talab qiladi. Oilami, shaxsmi, kollektivmi, maktabmi umumiy qoida bo'yicha o'zaro muomala, munosabat qiladi. Avlodlarini shu umumiy qoida bo'yicha tarbiyalaydi. Oila bo'lsin, shaxsiy, jamiyat, hatto davlat bu normal qoida prinsiplardan chetnab ketsa, eng oddiysi adabsizlikda ayblansa,
cho'ngraqi axloqsizlikda, qonunsizlikda, numussizlikda ayblanadi. Qonunsizlik bo'lsin, axloqsizlik bo'lsin, numussizlik bo'lsin, taraqqiy qilsa jinoyatni shakllantirib, xalq sudi tarafidan jazolanadi. Chunki qonunsizlik, axloqsizlik ham numussizliklarning hammasi normal tartib qoidaga buzg'unchilik qilib, shaxsiyga va jamiyatga ziyon soladi. Jamiyatda har bir odam oliyjanoblıq muqomiga yetib, qanoatlanarli holda kishilik turmush o'lchamiga va aqliy turmushga uyg'unlashishi kishilik hayotdagi muhim zaruriyatlarning biri. Bu xil uyg'unlik kishilarning aqliy va axloqiy turmushini mukammallashtirib, odamni oliy shodlikdan, xotirjamlikdan va baxtdan bahramand qiladi. Bir odamning hayotda muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz, mag'lubiyatli yashaganligini uning moddiy va ma'naviy jihatda qanchalik narsalardan bahramand bo'lganlik darajasi bilan emas, balki jamiyatda shu shaxsga qo'ygan oliy o'lcham va talablarga uyg'unlasha olgan yoki uyg'unlasha olmaganligi bilan baholansa muvofiq bo'ladi. Agar odam o'zining shaxsiy nafsoniyati va shaxsiy manfaatparastligining kontrolligiga tushib qoladigan, u chaqda kishilik turmush mezoniga, aqliy turmush formasiga uyg'unlasha olmay qolmay, balki asli inson tabiatiga muxoliflik qiladi. Odam bu dunyoda yakka yegani yashay olmaydi, balki o'zaro manfaat yetkazish, o'zaro mehr shafqat yetkazish, o'zaro kuyinish, yordam berish orqali andin mavjudlikni saqlay oladi. Bu xil mavjudlik munosabatini bir olim bundoq she'riy misralar bilan nihoyat ixcham xulosalab bergan. Men sen bo'ldim, sen men bo'lding. Men ham bo'ldim, sen ham bo'lding. Sen bo'lding, men bo'ldim. Ni men bo'ldim, ni sen bo'lding. Biz bu qonuniyatni insonlarning birga mavjud bo'lib turish prinsipi deb qarasak bo'ladi. Agar bu qonuniyatga muxolifatchilik qilsa, axloq ig'ir darajada buzg'unchilikka uchraydi. Tarixda yuz bergan nurg'un tragediyalar, tajovuzchilar, zo'ravonlik va bir-birini kamsitish mavjudlik prinsipiga xiloflik qilib, sen o'l, men tirilay degan insofsizlikdan kelib chiqqan. Bundaq insofsizlik hargizmi fazilatlik, numusli kishilarda yuz bermaydi. Balki numussizlik va axloqsizlik odamni shundoq shaxsiyatchi, nafsoniyatchi, rahimsiz qilib o'tadi. Numus bir xil alohida hissiyat bo'lganligi bilan kishilarni jamiyat tartibi, qoida usullari va axloqiy formalarga xilof bo'lgan ish-harakatlar bilan shug'ullanib, jamiyatning ayblashiga uchrashdan ogohlantirib turadi. Yana bir tarafdan, numus kishilarning аңлىق yoki аңсыз, maqsadlik yoki maqsadsiz holda qilib qo'ygan yomon ishlardan o'zini ayblashga turtki bo'ladi. Sap numus yolg'iz shu odamni baxt tuyg'usiga cho'ndirib qolmay, boshqalarga ham xushallik, oromlik va xotirjamlik tuyg'usini ato qiladi. Pak bo'lmagan numus boshqalarga azob, beoromlik, xotirjamsizlik olib kelib qolmay, o'ziga ham beoromlik va azob olib keladi. Tarixdan buyon inson tabiatida, axloqiy fazilat talablarida, insoniy qimmat formasida, kishilik munosabatda, diniy aqidada bo'lsin, numusning tutgan o'rni nihoyat muhim bo'lib keldi. Zamonlardan beri insonlar bu iborani turmushning hamma qatlamlarida izchil qo'llanib keldi. Numuschan odamlarni fazilatli insonlardan sanab, numussiz odamlarni fazilatsiz, razil kishilar qatorida baholashdi. Shunday qilib, numus uchun nihoyat nurg'un o'lcham, qoida usullar borliqqa keldi. İnsoniy o'lchamning ba'zi formalariga xiloflik qilgan, insoniy fazilatning ba'zi halqalarini buzgan odamlarni numussizlikda ayblab keldi. Numus degan inson tabiatidan olganda ruhiy sog'lomlikning muhim belgilaridan biri. Yana bir jihatdan odamni hayvonot turkumidan ayirib chiqqan mohiyatlik alohidaligining biri. Chunki numus odamning paydo bo'lishi bilan birga paydo bo'lgan. Insonning takomillashiga ergishib takomillashgan. Numusdan mahrum bo'lsa, inson tabiatini tashkil qilgan ruhiy turikining muhim biri o'rilib ketadi. Shunga numus ruhga munosabatli ikkinchi tabiat bo'lganligi uchun u ta'lim tarbiyaga va muhofazat qilishga muhtoj bo'ladi. Ta'lim tarbiyasiz numus hayotiy iqtidorini yo'qotadi. Muhofazasiz qolgan numus ham nihoyat tez to'kiladi. İnsanlar o'zlarining sha'nu shavkatini numus bilan tikladi. Go'zalligini, fazilatni numusdan topdi. Shunga numus odamni go'zallashtirdi. Numussizlik odamni badbasharlashtirdi. Numusdan odam hamma yaxshiliklarga erishdi. Numussizlikdan yomonliklarga erishdi. Numusdan qadr-qimmat, inovat topdi. Numussizlikdan la'nat, nafratga qoldi. İnsanlarni ko'p hollarda numus baloy-ofatdan saqlab qoldi. İnsanlarning boshiga kelgan nurg'un kulfatlar numussizlikdan keldi. Shunda qilib, numus bilan numussizlik insonlarga doim hamroh bo'lib keldi. Numus bilan numussizlik o'rtasida izchil, o'tkir, keskin kurashlar davomlashib keldi. Biz shuni bilamizki, insoniyat jamiyati mavjud bo'ldi ekan, numus bilan numussizlik mangu mavjud.
U insonlarning taqdiriga favqulodda zo'r ta'sir ko'rsatib turdi. Bir sesiq amut, bir sivat sağlam amutni sesitibdi degandek, bir oilada bir numussiz odam bo'lsa, u shu oilaga ko'plagan haqoratlarni keltirishi mumkin. Bir jamiyatda numusli odamlar qancha ko'p bo'lsa, u jamiyatga nurg'un xosiyatlarni olib keladi. Chunki numusli kishilar o'zi tava bo'lgan jamiyatning vijdonidir degan gap bor. Agar u jamiyatda numussiz odamlar qanchalik ko'paysa, ular elga yuyib bo'lg'usiz haqoratlarni, ko'tirgisiz kulfatlarni olib kelishi mumkin. Bir elni namratliqmi, savodsizlikmi, kasallikmi gumron qila olmaydi, balki numussizlik gumron qila oladi. Bir odamning halqiliq paytda qilgan numussizligining kasobatini bir avlod kishilar yuyibmi bilolmasligi mumkin. Tarixda nahaq tugilgan qonlarning ko'pinchisi numussizlikdan bo'lgan. Tumanlagan haq tugilgan qonlarning hammasi numusni yuyish uchun oqqan. Chunki kishilar orasida qonni qon bilan yuyug'il bo'lmaydi degan tushuncha bo'lsa-mu, lekin haqoratni, numusni qandoq boshqa narsa bilan yuyib bo'lmaydiganligini tarix allaqachon isbotlagan haqiqat edi. Numusning kishilik hayotda tutgan o'rni va o'ynaydigan roli nihoyat zo'r bo'lg'achqa, qadimdan tortib hozirgacha ko'plagan avtorlar asarlarida numus to'g'risida keskin va hukmlik fikrlarni qilishgan. Qadimki mutafakkir Platon kimiki uyatni yo'qotsa, uni o'lgan hisoblash kerak degan. Biliniski, numus bilan aqlning munosabatidan chiqib, numus inson aqlining ultimi degan fikrni o'tirib qo'ydi. Bundan qaraganda, numusdan mustahkam ul solinmagan bo'lsa, muqaddas aql binosimi qad ko'tarib tura olmaydi ekan. Diniy aqidalardami numusni iymon darxining muhim shaxchisi, ko'rkamlikning zinnati, yaxshilikning rahnamosi, yomonlikning to'sqinchisi deb tushunadi. Muhammad alayhisalomning numus va hayo kishini go'zallashtirdi, hayosizlik va numussizlik odamni satlashtiradi degan hikmatidan qaraganda, Tangrigimi hayoliq, numusli odamlar chiroyli ko'rinadi ekan. Hayosiz, numussiz odamlar sat ko'rinadi ekan. Diniy aqida bo'yicha insonlarda insof, numus qolmagan. Dunyoni razillik qoplaganda ondan qiyomat bo'ladi ekan. Bu xil aqida xristian dinidami bor ekan. Frans Bacon o'zining kishilik hayot haqida degan asarida Kristus Aysoning dunyoga qaytib keladigan vaqti insonlar orasida samimiylik o'rnini yolg'onchilik, saxtapazlik egillagan davr bo'lganligini tilga oladi. Bacon Injildagi bir hikoyani tamsil qilib turib mundaq deydi. Muntayni obdan o'ylanglar. Yolg'on aytquchilar Xudo oldida asabiy, odamzod oldida qo'rqinchli odamlardir deb yaxshi aytgan. Chunki yolg'on so'z bandaga emas, Xudoga qartib aytiladi. Kristusning bu dunyoga qaytgan vaqti yer yuzida rastchil odam topqil bo'lmaydigan vaqt bo'ladi deb bishorat berilgan. Demak, yolg'on so'zlash Xudoni oxiratning so'roqini so'rashga chaqirib berilgan signaldir deydi. Va saxtapazlik va vijdonsizlikdan sharmanda gunoh yo'q deb yakunlaydi. Bundan qaraganda numus insoniyat jamiyatida kishilik hayotda shuncha zo'r ta'sirga ega bo'lgan. Kishilik qadr-qimmatni o'lchaydigan muhim taroziga aylangan. Taqdir qismatga favqulodda ta'sir ko'rsatadigan ma'naviy kuch-qudratning bulqig'i nail qilingan. Qalb qasrdagi nozuk, pok ruhiy boylik va tabiat shundoq bo'lg'achqa, numusning barbod bo'lishiga hargizmi taqat qilishga bo'lmaydi. Numus barbod bo'lsa, insoniyat jamiyati o'zining ko'rkamligini yo'qotib qolmay, balki halok bo'ladi. Hozirgi dunyoda insonlar nihoyat yuqori madaniyat sistemasini barliqqa keltirgan. Yuksak fan texnika muvaffaqiyatlarga erishgan. Tarixdagi har qanday bir davrdagidan qudrat topgan bir davrni beshidan kechirayotgan bo'lsa-mu, lekin nihoyat dahshatlik, qo'rqinchli bir xiris insoniyatga har qachon tahdid solmoqda. Insoniyatning beshida bir mudhish qorong'u ko'langa agib yurmoqda. Bu xil tahdidni kishilar tasavvur qilgan bo'lsa-mu, lekin uningga yelpikish bo'ladigan tub mohiyatlik manbani his qilishmadi. Ba'zilar yuqori fan texnika oxiri insoniyatni halok qiladi. Hozir yasalgan yadro qurollari, atom bombalari yer sharini necha qatim ko'ydirib kul qilishga yaraydi. Bu oxiri insoniyat dunyosini zamon oxiriga olib boradi deb qarashmoqda. Yana biri yer sharining ilib ketishi, ekologik tangpongliqni yo'qotishi sababli yer shari yaqin kelgusida o't shariga aylanadi yoki ikkinchi qatimliq to'pon balosiga mubtalo qilinadi deganga o'xshash ilmiy tasavvurlarni o'ttirib qo'yishmoqda. Onundan boshqa hozirgi yuzlanishdan qaraganda dunyoning ikki qutbga bo'linishi nihoyat ig'ir bo'lmoqda. Boy davlatlar bilan namrat davlatlarning orasidagi farq intayin zo'rayib ketdi. Boy davlatlarning nufusi insoniyat nufusining 20% ni tashkil qilgan bo'lsa-mu, biroq 80% boylik shularning qo'liga markazlashgan. Afrikadagi nurg'un davlatlarda ocharchilikdan o'layotganlarning soni kundan kunga oshmoqda. Boy davlatlarda semizlik kasali bilan o'layotganlarning soni kun sari ko'paymoqda.
Yana bir yoshirin tahdidmi g'ilpal o'zini ko'rsatmoqdaki, garchi hozirgi dunyo nisbiy tinch bir davrni beshidan o'tkazayotgan bo'lsa-mu, ichki jihatdan dushmanlashish, o'chmanlik, o'ktamlik, xo'jirlatishlarning ba'zi alomatlari o'zini ko'rsatmoqda. Yana bir tarafda xalqaro jamiyat zo'r tirishchiliklarni qilib, dushmanlashgan va dushmanlashish xavfi bo'lgan taraflarni yarashtirish uchun nihoyat zo'r diplomatiya vositalarini qo'llanmoqda. Qandaqla bo'lmasin, yuz berishga tegishli bo'lgan ishni to'sib qilish mumkin emas. Ba'zi tirishchiliklar balkim ofatni keyinga surishda belgilik rol o'ynashi mumkin. Biroq uni umumyuzlik cheklab bo'lmaydi. Shaxsiy bilan shaxsiy o'rtasidagi dushmanlashish, urush va qirg'inchiliklar bo'lsin, uning birli sababi bor. Ya'ni manfaat qo'g'lishish, hukmronlik huquqini talashish, nafsaniyat, bir taraf yana bir tarafning huquq manfaatiga chang solish. Uningdan boshqa jingga to'xtaydigan sabab yo'q. Qadimgi zamonlarda ham shundoq bo'lgan. Hozirmi shundoq bo'lyapti. Kelgusida insonlarga keladigan eng xatarli ofatning tub sababi va manbadan yanada shu manfaatparastlik, noinsoflik, boshqalarning huquq manfaatiga qo'pollik va yuzsizlik bilan ko'z olaytish sababli yuz beradi. Agar insonlar yuzsizlik bilan bir-biridan yuz o'rmaydigan, o'zining manfaatini bir butun insoniyatning manfaatidan ustun ko'rmaydigan bo'lsa, balki hayo va numus bilan o'ziga tartib berib, boshqalarning huquq manfaatiga hurmat qiladigan, o'zaro yordam beradigan, ko'ynadigan bo'lsa, qaysi millat, qaysi irq bo'lsin, ularning bu zaminda yashash huquqi, zaminga ato qilingan ma'ishatlardan o'rtaq bahramand bo'lish huquqining borligini e'tirof qilinsa, ojiz, madaniyatsiz xalqlar yordamga erishib yetaklansa, tarbiyalanish, insoniy qobiliyatlarini joriy qildirish uchun fursat berilsa, insoniyat o'z beshiga kelish mumkin bo'lgan eng xatarli ofatning yildiziga palto uralishi mumkin edi. Undaq bo'lmay, numusni qayrib qo'yib, qora yuzlik bilan o'ktamlik, zo'ravonlik qilib, ojizlarning kishilik huquqi dafsanda qilinsa, insoniyat o'ziga keladigan ofat uchun palkuchga o't yoqqan bo'ladi. Qonuniyat shuki, insoniyatni numus qutuldirib qolalaydi. Numussizlik barliq oqibatlarning ichki manbasi bo'ladi.